Xudoga shukr qizim. Sizlarni ko'rib ancha tetiklashdim. Hali ko'p yashaysiz oyijon. Nasib qilsa. Nevaramni to'yini ko'raman deb niyat qilganman-da qizim. Oyijon, agar bizga ruxsat bersangiz, o'g'lingiz bilan shaharga qaytsak. Kim aytdi senga meni shaharga qaytadi deb? Qishloqqa kelganingizga ham 10 kundan oshdi. Sizni u yoqda kutib qo'yishdi. Dadamning sizga ishongan ishlari bor. Ruxsor. Men oyimni tashlab hech qayerga ketmayman, tushundingmi? Voy bolam. Nurali aka, dadam shuncha sharoit qilib bergan bo'lsalar, keyin dadamni aytgan gaplardan chiqmasangiz, u narsali bo'lib qolardik. Men dadang orqasidan kun ko'rish uchun shaharga bormadim, tushundingmi? Rostdan ham yaxshilikni bilmas ekansiz. O'zgaribsan, Ruxsor. Men o'zgarganimni siz o'zgardingiz. Bolam. Kelin to'g'ri aytyapti. Ana qaynotang hovlisini beribdi, ish beribdi senga. Kelin bilan bora qol. Bolam. Har qanday ota ham kuyovini yoniga olib, boshini silamaydi. Oyi, to'rmucham sog'. Birovga muhtojlik joyim yo'q. Men erkakman. Yo'limni topib ketaman. Voy bolam, buncha qaysarsan. Ko'ryapsizmi oyijon o'g'lingizni qaysarligini? Bolam, borsang bo'yning uzilib tushmaydi. Kelinim bilan birga bora qol. Ana, mendan xavotir olma. Mana jiyaning bor. Har kuni kelib xabar olyapti mendan. Aka, xavotir olmang. O'zim qarab xabar olib turaman. Yo'q. Men hech qayerga ketmayman. Men shu yerda qolaman. Ketmaysizmi? Yo'q. Sen ham otangga o'xshab qopsan. Birovni ustidan kulishni odat qilibsan. Bu yaxshilikka olib kelmaydi. Hali shunaqami? Xo'p, mayli. Unda men o'zim yolg'iz ketaman. Fayozbek bu yerda qoladi siz bilan. Voy kelinjon, shoshmang. Shoshmang. Nurali siz bilan birga boradi. Bora qol bolam. Oyi bo'ldi. Bor. Voy kelinni yolg'iz yuborasanmi bolam? Ketsa ketaversin oyi. Voy qanday qilib yolg'iz ketadi bolam? Bora qol. O'zi shuni xohladi. Unga yalinadigan ahmoq yo'q. Voy bolam. Ketsa ketaversin oyi. Borsang